chivin o'lchamidagi dronni tasavvur qila olasizmi? Xitoylik muhaddislar haqiqiy mo'jizani namoyish qildi. Mikroskopik dron o'lchami deyarli chumoli yoki chivin kabi Uxuyin provinsiyasidagi Milliy mudofaa fan va texnika universiteti laboratoriyasida yaratildi. Bu dron asosan razvedka ishlari uchun mo'ljallangan. Hali aniq texnik ma'lumotlar oshkor qilinmagan bo'lsa-da, mutaxassislar uni audio va video kuzatuv olib borish mumkinligini aytishmoqda. Eng qiziq qismi uning energiya tizimi. Oddiy mikrodronlar qisqa vaqt ishlaydi, lekin xitoylik muhaddislar bu muammoni hal qilib, uzoq vaqt avtonom parvoz qilish imkoniyatini topishdi. Bunday texnologiya nafaqat harbiy razvedkada, balki fuqarolarni qutqarish ishlarida, xavfli inshootlarni tekshirishda va shahar ichidagi taktik missiyalarda ham qo'llanilishi mumkin. Endi savol, agar sizda shunday kichik dron bo'lsa, uni qanday maqsadda ishlatgan bo'lardingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.